Assalomu alaykum hazrati insonlar. Men Jahongir Muhammad. Demak, Turkiston Town, Turon vatan deb yana bir marta siz bilan yuzlashib turibmiz. Faqat bugun sal boshqacharoq bo'ladi, chunki meni bir guruhdan Telegramda bir guruhdan suhbatga taklif qilishdi. Bu Turkiy xoqonlar degan nimasi menga juda yoqdi nomi. Xullas, masala nima haqida bilmayman. Ular shu bizga keling, biz bilan savollarga javob bering degan gapni aytishdi. Sahifalarga kirdim. Bu 87 mingdan ziyod kuzatuvchisi bor ekan. Har holda kattagina guruh ekan. Qolaversa, menimcha turkiy masalalar u yerda. Shuning uchun men ularga savollarga mayli javob beraman dedim. Hozir mana 6 minutcha vaqt bor boshlanguniga qadar. Ungacha ba'zi masalalarga bir to'xtalmoqchiman. Ba'zilar mendan so'rayapti, bu 16 fevral voqealari haqida gapirdingiz, lekin nega davom ettirmayapsiz deb. Hali fevralgacha ko'p gap bor. Qolaversa, men bir necha marta bu haqida gapirganman. Ming afsuski, eshitishmagan. Shuning uchun bugun har yoqda dod faryod qilib o'tirishibdi, lekin iltimos qilaman eshitishsin. 16 fevral 1999 deb yozishsin. Men bir necha marta u yerda gapirganman. Bu ish faqat hukumatning emas, balki boshqalarning ham qo'li borligini ham aytganman u yerda. Chunki hukumat bilgan oldindan va keyin bularni orasiga odam suqqanmi, har holda nima bo'lsa ham kuchaytirgan bu ishni. Bular bir planlagan bo'lishlari mumkin, boshlagan bo'lishlari mumkin, boshqa, lekin hukumat keyin buni haligi nima qilib, kuchaytirib, qurol-yarog'lar berib, boshqa qilib, to oxiriga o'zi yetkazgan. Va men o'zim bevosita bizni ham qo'shishmoqchi bo'lgan voqealarni ham aytib berganman o'sha yerda. Va o'sha yerda Anvar Oltoyevning Muhammad Solih bilan gapini ham aytganman. Xo'p, agar yana kerak bo'lsa, 16 fevral kelyapti. Yana bir marta buni aytamiz. Menda hozir 10:56 bo'ldi. Ularda men ularga 11ga, demak, ular yozishgan edi Toshkent vaqti bilan 21da deb. Hozir mana nima qilib qo'ysak ham bo'ladi, bog'lanib, yoki 1-2 minut kutaylik hali. Hali vaqtimiz bor. Endi keyin mana shu Marjona masalasida yana bir to'xtalmoqchiman. Endi yosh qiz, nevaramiz qatori qiz, shuni O'zbekiston hukumati hech bo'lmasa tashqarida qo'yib tergov qilsa ham bo'lardi-ku. Endi butun xalq ko'rib turibdi shuni. Qamoqqa olishda nima uchun olinganini ham odamlar biladi. Bular o'sha borib militsiyalar bilan, prokuratura xodimlari, boshqalar bilan keskin savollar berib, shunaqangi haqiqiy jurnalistga o'xshab savollar berganligi ularni jig'iga tegdi. Qolaversa, Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi bilan telefon suhbatini eshitgan bo'lsangiz kerak. Toshingni ter kitobini o'qib keldingmi? Haligi boshqa kitoblarda, hali haqoratlarda shunaqa kitob deb aytib, shu nima qilib tashladi. U qiz esa doim konstitutsiyadan, qonunlardan gapiryapti. Bular konstitutsiyani, qonunlarni bir tiyinga olishmaydi. Xullas, menimcha bugun ko'pchilik baribir o'sha Marjonani himoya qilishimiz kerak. Men o'ylamayman shu yosh qiz korrupsiyaga berilgan bo'lsa, qarang, uyushgan jinoyatchilik deb e'lon qilishyapti. Hali bularni aybi bo'yniga qo'ygan emas, uyushgan jinoyatchilar deb film qildi bular. Bu dahshat. Qani bu aybsizlik prezumsiyasi? Qani? Shumi demokratik davlat? Shumi konstitutsiyani ishlagani? Oldin sen tergov qil, ayblarni bo'yniga qo'y. Sen hozirdanoq hukmni e'lon qilib qo'ya qolding. Demakki, kirib prezidentga, prezident qiziga bir bolalarni bular tushuntirgan, hay, ular ham qonunga ko'ra harakat qilinglar degan bo'lsa bo'ldi. Bu yoqni hammasini endi mana shunaqa qilib oyog'ini osmondan qilib yuborishyapti. Xullas, endi bu yaxshilik belgisi emas. Bugun hammamiz bu masalada fikrlarimizni aytishimiz kerak, qat'iy pozitsiyamizni bildirishimiz kerak.
qani men endi harakat qilaman u guruhga bog'lanishga. Xo'p. Ana. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Alo. Ha, men eshityapman. Moderator tayyormisiz? Va alaykum assalom hammalaringizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Jahongir aka, yaxshimisiz, tinchmisiz? Xonadonlar tinchmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Katta. bittadan savol berishing. Xo'p bo'ladi. Guruhimizga kelganingizdan xursandmiz. Aka, ba'zi bir masalalarda shu chatda o'tirgan insonlarning siyosiy masalalari bo'yicha ba'zi bir savollari bor ekan. Ya'ni mana shu moderatorlik masalasida men shu savollari bor odamlarga ya'ni imkoniyat yaratib beraman. Tushunmagan narsalarga oydinlik kiritish maqsadida. Nima deysiz aka, siz shu insonlarga bir tushunmagan narsalarida bir tushuntirish bera olasizmi? Albatta. Qo'limdan kelganicha. Bo'ldi. Kimga savoli bo'lsa, mana misol men ochib beraman. Bemalol savollarni bemalol berishingiz mumkin. Qo'lingizga ko'tarsanglar bo'ldi. Savolga nimaga savolni ham bersam, aka bering. Jahongir aka, men sizlarning O'zbekiston xalqiga bo'lgan murojaatingizni o'qib chiqdim. To'g'ri, o'sha problemalarni aniqlashtirgansizlar. Iloji boricha ishsizlik, mardikorlik yoki masalan ayollarning chet ellarda xizmat qilishi kabi masalalarni aniqlashtirgansizlar-u, lekin o'sha problemalarning ichida nimagadir o'sha diniy problemalarni keltirib o'tmagansizlar. Bu qandaydir dindan qo'rqishmi yoki qandaydir ehtiyotkorlikmi yoki dindan foydalanishmi, yana qanday deb tushunish mumkin? Keyin o'sha yana ikkinchi savolni ikkinchi qismi ham bor. Ya'ni o'sha mardikorlik, o'sha ishsizlik, o'sha yengil tadbirlarning ko'payishi sabablarini yechimlari sizlar keltirmagansizlar-da. O'sha yechimlarini balkim o'tirib bir bosh qotirib o'ylab ko'rish kerak-da. Masalan, balkim mutaxassislar yordamida. Men yechim sifatida ko'ryapmanki, aslida tomon birlashib miting qilamiz deyapti-da faqatgina. Men aytyapman, balkim yechim boshqa joydadir. Balkim tinch yo'l asosida, hamkorlik asosida hokimiyat bilan birgalikda ishlashdir degan o'y-xayollar bilan mana shu masalalarda sizga savol bermoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat savol uchun. Men bugungacha hali Asliddin Kamolni namoyish qilamiz degan gapini eshitganim yo'q. Zotan bizni rejalarimizda hali namoyish qilish degan narsa yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, siz aytgan masalalar, diniy masalalar, boshqa masalalar, ular murojaatda emas, nimada aks etgan. Boyagi hozir dasturimizda e'lon qilamiz. U yerda diniy masalalar bo'yicha alohida bitta bo'lim bor. Shuning uchun ham bu nima eslatganingiz uchun katta rahmat. Buni nima qilib inobatga olamiz. Endi mardikorlik, boshqa yoqlardagi masalalar, u bilasiz, uzoq yillardan buyon buni aytib kelamiz. Ya'ni O'zbekiston hukumati bugun alohida bir davlat dasturini tayyorlashi kerak. O'sha mehnat muhojirlarini hammasini vatanga qaytarish uchun. Lekin ming afsus, bunaqa narsani biz ko'rmayapmiz. Mana ko'rdingiz, haligi Milliy tiklanish partiyasining rahbari Alisher Qodirov O'zbekistonga qaytinglar degan murojaat bilan chiqdi. 2 kun o'tgandan keyin chiqib, men O'zbekistonga deganim yo'q, Rossiyadan boshqa mamlakatlarga ketinglar deb aytdim dedi. Mana shu narsani o'zi ko'rsatyaptiki, O'zbekiston hukumati chetdagilarni qaytarishni istamaydi, aksincha yana ham ko'proq chetga yuboradi. Natija nima? Natijada mana chetga ketganlarning orasida tabiiyki har turli yo'llarga kirib ketish bo'ladi. Bu iqtisodiy masala. Iqtisod bo'lgandan keyin, inson bir narsaga majbur bo'lgandan keyin shunga ketadi. Shuning uchun ham mamlakatni ichida bularga sharoit qilib berib, o'sha mamlakatni ichida axloqiy masalalarni tuzatish mumkin. Lekin chet eldagilarga hozir siz hech narsa ta'sir qila olmaysiz,
hech qanaqa gapingiz o'tmaydi, axloqiy masalalarga ham aralasha olmaysiz, hammasi meni shaxsiy ishim degan gapni aytadi. Buning uchun O'zbekistonda o'zida bo'lsa umumiy bir mafkura qilinsa, o'sha mafkura bo'yicha hamma harakatni qiladi. Agar yetarli darajada, deylik, puli bo'lsa, yetarli darajada ishi bo'lsa, mehnatiga yarasha haq olsa, kim ham o'zini sotadi, kim ham buzuqlik qiladi? Hech kim qilmaydi. Majbur bo'ladi odamlar. O'sha majburlikdan bu narsa. Rahmat. Marhamat, keyingi savol. Meni eshitdilaringizmi o'zi? Ha, eshitdik Jahongir aka. Mana bu hozir aytyapsizki, shu ishsizlikni tugatish uchun hech qanday yechim yo'q deyapsiz-da, to'g'rimi? Endi men tushunishim bo'yicha. Balki masalan, Kanada, Amerika tajribasidan kelib chiqqan holda ish joylari bu yerda qanday paydo bo'lyapti? Nima uchun O'zbekistonda paydo bo'lmayapti degan bir masalani qo'yib, mana shu chet el tajribasini o'rganib, O'zbekistonga tatbiq qilish kerak emasmi? Albatta, biz buni doim aytib kelyapmiz. Doim mana O'zbekiston 75 milliard dollar qarz oldi. 75 milliard. Buni yarmi bir qismi boyagi nimalar tadbirkorlarga ketgan bo'lsa, yarmi hukumatga. Endi qani shu pul? 75 milliardga bilasizmi? O'nlab zavodlar, fabrikalar, ish joylari qurish mumkin edi. Mana biz takliflar berganmiz. Mirziyoyevga shaxsan xat yozib takliflar berganmizki, masalan deylik, sabzavot yetishtiradigan xo'jaliklar, ana shu xo'jaliklarni yonginasida sabzavotni qayta ishlaydigan fabrika qurish kerak. Yoki boshqa narsa yetishtiradigan bog'lar, misol uchun bodom yetishtiradigan bog'lar, shu bog'ni yonida shu bodomni o'zini xaltalaydigan, dunyo standartlariga javob beradigan qilib xaltalab sotish kerak. Bilasizmi, bir xalta 1 kilogramm bodom hozir masalan bizda Amerikada 15-16 dollar turadi. Yoki boshqa quruq mevalarni, men mana shu quruq mevalarni hammasini qator qilib qo'yib, shularni hammasini aytib, O'zbekiston hukumatiga taklif berganmiz. Shu ishlarni qilish kerak. Masalan, hozir deylik, innovatsiya masalalari ketyapti dunyoda. Masalan, katta fabrikalar qurish mumkin, chiplar ishlab chiqaradigan. O'zbekistonda o'zida arzon ishchi kuchi bor. Bizda chet eldagilar rozi bo'ladi. Masalan, Amerikada hozir turli chiplarni ishlab chiqaradigan joyda odamlarga bir yilda 200 ming dollar maosh beradi. Bir yilda 200 ming dollar, demak oyda qarib 20 mingga to'g'ri kelyapti. Bizda 10 ming bersa yoki 5 ming bersa yetadi. Mana shular taklif qilish kerak edi. Biz aytgandik, Xitoydan chiqib ketyapti, taklif qilinglar shularni. Yo'qda, bu bilan qiziqmaydi. Qayoqdan kim pul olib kelib bersa, o'shani hisob qilishadi. Xitoydan chiqib mana Vyetnamga, Kambodjaga, Malayziyaga, shu tomonlarga joylashyapti bu katta kompaniyalar. Mana shularni qilsa hozirgacha allaqachon ish joylari juda ko'paygan bo'lardi. Lekin bularda siyosat shundayki, chiqib ketsin odamlar. Ko'proq chiqib ketsin degan. Mana shu boyaga aytdimki, Alisher Qodirov masalasida shu narsa o'zini ko'rsatyapti. Qolaversa, prezidentning mana tashqi ishlar vazirligi va elchilar bilan uchrashgandagi nutqini ham tinglasangiz, asosiy narsa chiqarib yuborish kerak. Chet ellarga chiqarib yuborish kerak kelyapti odamlarni. Bular bu bilan bo'lmaydi-da. Bu shu vatanning farzandlari shu vatanda yashashi kerak. Ularni umuman qaytarib olib kelmaslikni bular o'zlarini oldiga maqsad qilyapti. Lekin ularni olib kelish kerak hammasini. O'zbekistonda imkoniyat ham bor, potensial ham bor. Qarang, bir kichkinagina amaldorni ushlasa, qancha bilan ushlayapti, ko'ryapsiz. O 100 ming dollarga boryapti. Bu pul qayerdan kelyapti? Nima uchun qayerda aylanyapti? Nega oddiy xalqqa ketmayapti? Nega kattalarning ichida aylanyapti? Mana korrupsiya. Korrupsiyani yo'qotish bo'yicha bu yil 26-yilda favqulodda holat deb e'lon qildi. Xo'p, qani? Shu mana jurnalistlarni uyushgan jinoyatchilik deb qamash korrupsiyaga qarshi kurash bo'ldimi shu endi? Lekin korrupsiyaga qarshi kurashni prezident atrofidagilardan boshlash kerak. Sanginovga o'xshaganlar mana qanday qilib O'zgidroda rahbar edi shu paytgacha, hozirni O'zbek neft gazga o'tdi. Nima qildi? O'g'lini o'zini joyida qo'ydi. Milliarder.
Mana shularni nazoratga olsa, pul ko'payadi mamlakatda, ish joyi yaratiladida. Boshqacha imkoni yo'q. Shuning uchun ham biz aytamiz, konstitutsiyani ishlatish kerak. Shu konstitutsiya ishlamayapti O'zbekistonda. Biz bosim qilamiz deyapmiz. Biz tashqaridan bosim namoyish qilamiz, u bu deganimiz yo'q. Biz bosimlar o'tkazamiz, siyosiy bosim o'tkazamiz deyapmiz. Shuni qilsin. Zotan mana hozirda o'zi 1-2 oydan buyon shu Birlashgan O'zbek muxolifati nomi chiqqandan buyon biz aytayotgan gaplarni ba'zilari amalga oshib ketdi mumkin ekan. O'sha masalan deylik, biz chiqib keskin bayonotlar berdik metan gazi bo'yicha, ertasiga ochib qo'ydi. Demak mumkin ekanku, nega yopib qo'ygan eding? Mana shunday. Shuning uchun ham bundan keyin ham biz shu siyosiy bosimlarni davom ettiramiz. Rahmat savol uchun. Yana bitta savol, mana o'sha innovatsiya masalasida innovatsiya vazirligi tuzilganligidan xabaringiz bo'lsa kerak. Hozir o'sha oliy ta'lim vazirligiga qo'shilib ketdida, biz o'sha innovatsiya vazirligini tuzishga biz juda katta xizmat qilganmizda. Keyin yana qo'shilib ketdi. Balki O'zbekiston hukumati innovatsiyani qanday amalga oshirishni bilmas. Masalan, o'shanga fiziklar quryapti. Biz o'sha pullarni innovatsiya vazirligiga tashlang, yosh yigitlarning ilmiy loyihalarini moliyalashtirish kerak deb tuzishga xizmat qilganda, keyin vazirliklarni qisqartiramiz degan siyosat oqibatida yana yo'qolib ketdida. Mana shu innovatsiya vazirligini rivojlantirish orqali yoshlarning ilmiy loyihalariga yoki yangi loyihalariga pul ajratish orqali filtrlar qilmasdan, balki ish joylarini yaratish imkoniyati katta bo'lishi mumkindir. Chunki men Kanadada, Amerikada ishlayman shu innovatsiya sohasida. Asosan innovatsiya ish joylarini yaratadi. Yuqori daromadli doimiy ish joylarini faqat innovatsiya orqali qilish mumkinda. To'g'ri. Mana shuni siz balkim o'shanga bilmaganligi uchun ularda balkim o'sha innovatsiya haqida dars berish kerakdir. Nima deysiz? Yo'q, endi men innovatsiya bo'yicha mutaxassis emasman, lekin bilganim qadar aytishim mumkin. Masalan, innovatsiya bu har kun yuz berayotgan yangiliklarni hayotga tatbiq etish. Kun bo'yicha haligi texnologiya borasida katta yangiliklar bo'lyapti. Bu o'sha yirik mamlakatlar turli tuman proyektlarga, loyihalarga pul berib shularni rag'batlantirganini oqibati mana shunday yaxshi natijalarga olib kelyapti. Bizda ham juda ilmga pulni berish kerak. Yoshlar masalan ilm o'rganayotgan boshqasiga masalan davlatning grantlarini tashkil qilish kerak. Masalan shunda ular o'zi yoshlar loyihalarini yozib masalan topshiradi, ko'radi qani qaysisi bir foyda olib keladi, boshqa qiladi. Ana shunga ilmiy tadqiqotlarga berish kerak. $100,000 $200,000 ilmga berdingizmi qaytadi. Universitetlarda nima qilish kerak? Haligi institutlar ochish kerak, ilmiy tadqiqot institutlari. Bularni ochish kerakki, mana shu O'zbekistonda mana ko'ryapsiz, nima bo'lsa Xitoydan olib keladi arzon deb. Texnologiya nimalarni. O'zing chiqar. Mana Xitoy tajribasini qil. Xitoy nima qildi? Amerikadan olib ketdi, o'zinikini chiqardi. Boshqa yerdan olib keldi, o'zinikini chiqardi. O'ziniki o'ziga arzon, ham xavfsiz. Hozir Xitoy hamma yoqni kontrol qiladi. O'sha yangi texnologiya nimalari bo'yicha O'zbekistonni kontrol qiladi. Qani shu o'sha kameralarni ham O'zbekistonda ishlab chiqarish mumkin. Yoki deylik boshqa internet bilan bog'liq nimalarni ham yoki mana data markazlar qilish mumkin. Juda ko'p ishlar qilish mumkin endi. Buni endi bilmasa agar taklif qilish kerak chet eldan. Katta o'zimizdan chiqqan o'zbekni bolalari bor. Masalan deylik Yahoo'da ishlayotgan, nimada Telegramda ishlayotgan yoki deylik nimada YouTube'da ishlayotgan, Facebook'da ishlayotgan, boshqa markazlarda, turli tuman markazlarda ishlayotgan yosh yigitlar, qizlar bor. Ana shularga shu Amerikadami, Kanadadami, Yevropadami qayerda bo'lsa ham o'sha yerdagi maoshini berib chaqirsangiz 10 barobar yaxshiroq qilib tushuntirib ham beradi, ham ishlab ham beradi. Bugun endi mana ko'rasiz, sun'iy zako davri boshlandi. Bu sun'iy zakoni yaxshilab o'rganmasa, mana yomon tomonlarini o'rganyapti O'zbekistondagilar hozir. Uni bir yaxshi tomonini o'rganib, yomon tomonlarni qanday qilib bekitish kerak, uni qanday qilib yomon tomoniga yo'l bermaslik kerak.
ana ular haqida qonunlar, boshqalar allaqachon bo'lishi kerak edi. Undan qanday qilib yaxshi foydalanish, qanday ishlarni qilish kerak? Bizda hozir sun'iy zakodan bizdagilar hamınca innovatsiyaga ustada. Nima qilishyapti? Boyagi diplom ishlarini yoki dissertatsiyalarni yozishyapti. Vaholanki g'arbda allaqachon sun'iy zako bergan jumlani aniqlab beradigan texnologiya yaratilgan. Bizda ham mana shunaqa shu ishlarga ketish kerak. Qolaversa boshqa juda ko'p sohasi endi bu nihoyatda kengda. Mana shuni bu o'sha vazirlikni menimcha katta bir markazga aylantirish kerak. Boyagi vazirlikda yopdi dedingiz-ku, yirik O'zbekistonda innovatsiya markazi bo'lishi kerak va o'sha yerga davlat anchagina pulni tashlashi kerak. Chunki kelajak o'sha yerda bo'ladi. Jahongir aka gapingizni bo'laman. O'zi mana bu biz Amerika, Kanadada o'sha innovatsiya yoshlarning loyihalarini 75%gacha pul bilan ta'minlashadi-da. To'g'ri. Ya'ni men aytayotgan narsam o'sha moliyaviy jihati asosiy rol o'ynaydi-da. To'g'ri. Men o'sha Kanadada ishlab, masalan, juda ko'p Amerika va Kanada hukumatlaridan. Men O'zbekistonda bo'lganimda borku, bizga bunaqa paket bermasdi. Bermadi ham-da, rasman o'sha ishlagan yurganimda. Amerika universitetida ishlaganman. Endi o'sha innovatsiya vazirligi yaratilgandan keyin ham pul tashlanmadi-da. Mana shuni qandaydir o'sha mutaxassislar, yoshlar, injenerlar, o'sha sohaning odamlari, siyosatchilar birgalikda innovatsiyaga pul tashlamang deb boshiga urib turmasa bo'libdi. Manimcha ular tashlamaydi-da, pulni ular yaxshi ko'radi, o'zlari yeyishni yaxshi ko'radi. O'sha qurilishga ishlatib olishadi, dalolatlarga ishlatib olishadi. Biz xudoning zamonini qildikda. Mana shu sita ko'rgancha, bino ko'rgancha, bilimli yoshlarni loyihalarga pul tashlasangiz, texnologiyalarni olib kelsangiz, O'zbekistonda ishlab chiqarsa, ma'lumotlar O'zbekistonda qoladi dedik. Mana shu narsa amalga oshmadi. Mana shu sizning yordamingiz kerak shu masalada. To'g'ri, sizga nima uchun murojaat qilganimning ham asosiy sababi shu, sizni gapingizni eshitadi-da, o'sha Mirziyoyev bilan dalolatlar ham hammasi eshitadi-da. Siz mana shu innovatsiya sohasiga moliyalashtirish, siti qurishda masalan qarangda, sitini qurib qo'yib, uni bir xarajatini deydi, kim bilmaydi deb janjal qilyapti-da, jahon boqib ko'rsak. Men aytdim, sitini nima qilasan deb. Undan ko'ra yosh kadrlarga o'sha ishlab chiqarishini qo'shimcha pul bersang, ishchilar yaratadi, daromad ishlab chiqaradi. Katta oylik beradi. Avvalo binolarni qurib qo'yib, hamma tomosha qilib o'tirar ekan, muzeyni. Buni ahmoq shunaqa ahmoqchilik bo'ladimi deyman-da, mana shu sohada bilimli yo'qmi buni? Siz o'xshagan odamlar masalan shu innovatsiya sohasiga gapirsalaringiz bordir, yetib bo'ladi-da, Jahongir aka. Shuni xizmatlaringiz shundan shu yordam berishingizni so'rash uchun aslida siz bilan ko'proq muloqot qilyapman. Rahmat. Albatta buni tinmay gapirib boramiz. Chunki bilasizmi, bu yerda rahbarlar kelajakni o'ylamaganda sabab. Bugun bilan yashash. Shuning uchun ham sitini quramiz, 2 barobar pul qilamiz, cho'ntagimiz to'ladi deydi-da. Bu innovatsiya kelajak bilan bog'liq. Ular ko'ra olmaydi. Bu sohadan pul keladimi ertaga? Yo'qmi? Mana shuni tushuna olmaydi. Mana shuning uchun ham qoloqlik yuz beradi keyin. Albatta buni tinmasdan gapirib borishimiz kerak, tinmasdan tushuntirib borishimiz kerak. O'sha ilmga, innovatsiyaga eng katta yotirim, ya'ni eng katta investitsiya shu sohaga bo'lishi kerak. Xo'p, yana kimda savol? Marhamat. Demak, boshqa savollar yo'qmi? Jahongir Muhammad akani kelishlaridan oldin siz e'lon berdingizmi o'zi bu gruppaga, boshqa gruppalarga? Berdim. Savollar mana Feruzopa bor. Feruzopa savollaringizni so'rang. Feruzopa menga Jahongir akaga buni ayting deb gapirib qoladilar-da. Feruzopa siz o'zingiz savollarni gapiring. Bo'lsa mana bu yerda juda ko'p bolalar bor. Savollari bolalar bor edi, odamlar bor. Marhamat. Assalomu alaykum, Jahongir aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, rahmat. Bitta savolim bor agar mumkin bo'lsa. Bemalol, bemalol. Shuning uchun keldik mana gruppalaringizga. Siyosatga mana bu qiziqishim bo'lsa, yuqori bo'lgan bilan mana bu siyosat bo'yicha bilimim yuqori emasdi. Hozir shunda misol uchun mana bu Mirziyoyev prezidentlik davrida ko'rib turibmiz, katta kichik xatolarni juda ko'p qilyapti. Shunda agar keyingi prezidentlik saylovida Mirziyoyevni almashtirish kerak bo'lsa, o'rinda kimni ko'rsatgan bo'lardingiz? Misol uchun mana bu hozir nomdor siyosatchilardan bor Rasul Kusherboyev. Endi biz bilganimiz shuda, hozircha biz yaxshi deb bilamiz endi o'sha odamni bilmadim haqiqatdan mana siyosiy tarafdan qaraganda qanchalik u odam yaxshi, qanchalik mamlakatni boshqara oladi, siz fikringiz qanaqa shuga? Endi albatta meni fikrlarim bor. Shunday prezidentlikka loyiq odamlar anchagina O'zbekistonda ham. Lekin hozir mana shu odam desam, saylovgacha shu odamni keyin topolmay qolasiz. Shu odamni sindirib yuborishadi, yo'q qilishadi. Ana shuning uchun ham mana esingizda bo'lsa, nima prezident administratsiyasining rahbari bor edi, Sardor Umurzoqov. Shu chiqqandan keyin shunaqangi savol javoblar bo'ldi. Bir ikki joyda odamlar, mana shu prezident bo'ladigan ekan, keyingi saylovda shuni qo'yish kerak ekan degan edi. Tezda administratsiyadan nima qilib oddiy maslahatchilikka tushirib qo'yishdi, ya'ni xalq ko'rmaydigan, xalq eshitmaydigan joyga. Shuning uchun ham hozir men endi falonchi desam, shu falonchini kelajagi xavf ostida qolib ketadi. Ammo lekin yaxshi kadrlar, yaxshi odamlar bor mamlakat ichida ham, tashqarida ham mamlakatni yaxshi yo'lga olib chiqadigan kadrlari bor. Chunki o'zbeklarning nimasi zehniyati ilmga, bu narsalarga juda chanqoq. Agar o'zbeklarning o'rnida boshqa xalq bo'lganda, mana shu 35 yillik bosim, undan oldingi 70 yillik bosim, undan keyingi mana 10 yillik davrda bu xalq umuman madaniyati hamma nimasi yo'qolib ketardi. Lekin shunaqangi ilmsizlik davrida ham juda ko'p ilmli yoshlar yetishib chiqdi. Ko'rdingizmi, shunday o'qituvchilar bo'ldiki, o'zini ismini yozolmagan odam o'qituvchilik qildi. yoki maktabni bitirib chiqayapti, ismini yozolmaganlar bo'ldi. Ammo lekin baribir shularni orasidan chiqib o'zi alohida o'qituvchi olib, tutor olib, boshqa qilib o'rganib, ota-onasi yordam berib, katta joylarga o'qishlarga kirgan yoshlarimiz nihoyatda ko'p. Ularning ichida prezidentlikka loyiqlari anchagina. Gap shundaki, mana biz qo'yayotgan talab, bular islohot deyapti. Mana shu islohotni qilmayapti. Masalan, islohot deganda bitta narsani mutlaq o'zgartirish kerak, yangilash kerak. Mana biz aytamiz, saylov tizimini isloh qilaylik. Saylov tizimi bugungacha bitta odamga bog'liq bo'lib qolgan. Shu bitta odam ko'radi, deputatlarni ham ro'yxatni shu bitta odam ko'radi, senatorlarni ro'yxatni ham bitta odam ko'rib tasdiqlab beradi. Qolgan hammasi keyin o'yin. Yog'i shuncha xalqni ahmoq qilishadi bu yerda, manipulyatsiya qilib. Shuni o'rniga biz aytamizki, saylovda erkin qil. Bir nechta nomzodlar bo'lsin. Xo'p, bir marta adashishimiz mumkin, 2 marta adashamiz, lekin o'rganamiz. Xalq o'ziga lider topadi. Mayli prezidentlikni keyinroqqa qo'ysang, oldin nimani erkin qilaylik, parlamentni. Odamlar o'zi saylasin deputatlarini, o'zi saylasin senatorlarni. Bular aytayaptiki, qarindosh urug'chilik bo'lib ketadi, tanish bilishchilik bo'lib ketadi, hamma gruppa. O'zi saylov shuda o'zi. Asli saylov ham shunday bo'lgan. Har bir guruh, har bir qabila hammasi odamni ko'rsatgan, qaysi ko'p ovoz olsa o'sha yutgan. Demokratiya degani ham shu bo'ladi. Shuning uchun buni qo'yish kerak. Bizlar mahalla raisini saylolmaydi deydi. Unda prezidentni ham saylamagan ekanda degan xulosa chiqadi. Mana shu saylovda erkin qilsa, siyosiy islohotlar bo'lsa, siz aytgan nimalar, haligi nomzodlar o'rtaga chiqib keladi. Hozircha faqat bitta odam. Nima gap bo'lsa bitta odam. Mana ko'rasiz, har hafta selektor bo'ladi. Hamma sohani bitta odam muhokama qiladi. Ayni bunday emas-da. Masalan, qanday qilib bitta odam hamma sohani bilishi mumkin? Hech mumkin emas.
Masalan, men deylik elektr ishini bilmayman-ku. Bilmaganim uchun bitta simini almashtiraman desam o'lib qolishim mumkin. Yoki tok urib dabdalarini chiqarib qo'yishi mumkin. Xuddi shunday endi prezident ham mana shunday qilyapti-da, o'zi bilmagan sohalarga buni qil, anavini qil, buni qil deyapti. Kelgusida masalan yaxshi odamlar chiqsa, mana shu hozirgi panada turgan, soyada turganlar oldinga chiqsa, albattaki juda ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Jahongir aka, rahmat javobingiz uchun. Keyin yana bitta mana bu savolim bor edi. Marhamat. Bo'ladigan mana bu bizda bo'ladigan prezident saylovlarida o'ylashimcha mana bu ko'zga ko'rinadigan nomzodlarni ko'p ham chiqarishmaydi. Faqat bitta yaqqol favorit bo'ladi prezident saylovlarimizda. Keyin natijasi ham shunga yarasha bo'ladi. Hech kimga yangilik bo'lmay qoladi bu saylov natijasi. Shunga fikringiz qanaqa? Bu saylovlarni qanday o'zgartirishimiz mumkin? Yaxshiroq tarafga, yaxshiroq nomzodlarni qanday qilib olib chiqishimiz mumkin? Misol uchun mas'ul aytgan tinch yo'l bilanda, qanaqadir namoyishlar bilan emas, urush janjal bilan emas. Albatta biz o'sha urush janjalga, bularga qarshimiz. Chunki hozir zamon o'zgardi, bilasizmi, biz zamondan orqada qolib ketdik. Endi haligi Lenin, Stalinlar qilgan revolyutsiyani hozir qila olmaysiz shu kecha kunduzda. Chunki mana ko'rdingizmi, Eronni butun Eron xalqi oyoqqa turdi. Lekin revolyutsiya qila olmadi. Zamon bugun boshqacha. Masalan, hozir hamma diktatorlar hammasi butun pulni o'sha nimaga tashlagan, o'zini himoya qilishga. Agar siz namoyish qilsangiz, boshqa qilsangiz, sizni otib tashlab boshqa qiladi. Shuning uchun ham ular shohida yursa, siz bargida yurishingiz kerak. Ular misol uchun butun uch tomonlarni nima qilyaptimi, siz boshqa yo'llarni topishingiz kerak. Bugungi masalan deylik, hozir men ko'rayotgan narsa, mana shu tashqaridagilar birlashib siyosiy bosim qilish kerak ichkariga. Chunki ichkaridagilar dunyoning qarzi bilan yashayapti. Dunyodan qarz olib, shuncha qarzni kelajakda kim to'laydi hali? Shuning uchun ham bugun biz tashqarida turib bosim qilaylikki, ular shu ertaga falon mamlakatga borib pul so'raganimizda oldimizga shunaqa faktlarni qo'ymasin deb shu ozgina bo'lsa ham oldinga ketishi kerak. Yoki bu yaxshi qiladigan ishlarni masalan rag'batlantirish ham kerak. Mana esingizda bo'lsa, Mirziyoyev kelgan paytda qo'shnilar bilan chegaralarni ochganini biz rosa maqtadik, yaxshi dedik, offarin dedik. Keyin konvertatsiyasini ochdi, uni ham yaxshi dedik, boshqa dedik. Lekin keyin sekin atrofidagilar uni qo'lga olib olishdi. O'zi potensiali 2 yil edi ki buyog'iga endi hozir faqat qanday qilib bu taxtda ko'p qolsam degan fikr bilan yuribdi. Shuning uchun ham endi baribir harakat qilishimiz kerak. Bosim xalqni uyg'otish kerak, xalq tushunishi kerak. Masalan qarang, saylov bo'lyapti, deylik, hukumat o'z nomzodini qo'ydi, xalq ham o'z nomzodini qo'ysa, mana men boshimdan o'tganda bu narsa, men shuning uchun ham ishonaman xalqimizga. Mana shu 1989-yilda saylov bo'ldi. Men Jonboydan nomzodim ko'rsatildi. 3 joydan ko'rsatilgan edi. Jonboydan rozi bo'ldimda Jonboyga bordim. Ana shu menga qarshi 4 ta nomzod, Kommunistik partiyadan bitta, Kasaba Soyuzdan bitta, yana qayerdan xullas 4 ta nomzod qo'yishdi. Menga ba'zilar tuhmat qilib bugun u 89-yil partiyaga o'tgan deydi. Bu yolg'on gap. Partiyaga 84da o'tdim. 90-yilda partbeltni yoqib tashlaganman. Keyin ana shu yerda men yoqib tashlaganimning sababi ham shu bilan bog'liq. Chunki men ham Kommunistik partiyani a'zosi edim, meni ro'yxatga kiritmadi. O'zlari ro'yxatlardan odamlarni tuzishdi, menga qarshi hujum boshlashdi. KGBning raisi keldi, ichki ishlar vaziri keldi, butun viloyat rahbarlari hammasi Jonboyga joylashib olib, uyma-uy yurib shu nimalar qilishdi. Meni o'zim ustimdan tekshiruvlar qilishdi. Uyimdagi har bitta g'ishtni hujjatini so'radi. Bu g'isht qayerdan? Mana bu bolar qayerdan? Mana bu nima qayerdan? Shunaqa qilishdi-da. Lekin men uchrashuvlar qilaverdim.
ayniqsa keksalar, kampirlar, boboylar bularga hammasini tushuntirib har kun kuniga 5-10 joyda uchrashuvlar qildim va ularga aytdimki, meni himoya qilasizlar. Mana sizlar oqsoqollar himoya qilsalaringiz shu bo'ladi dedim. Ana saylov kuni har bir saylov uchastkasida boyagi nogironlar, oqsoqollar borib hassasi bilan shunday turdi. Hech kimni kiritmadilar kelgan boshqa odam. O'zlari saylovni boshida o'sha yerda o'tirib, o'sha yerda sanattirishdi. Boshqalar ham sanadi, hammasi. Qarang, shunda men 86,5% ovoz oldim. Bu o'sha xalqning nimasi, ko'rdingizmi? Mana shu odamlarga tushuntirishimiz kerak. Bular shuning uchun ham hozir mahallalarcha mahkam olib oldi. Shu odamlarga yurib tushuntirmasin mana shular deb. Lekin baribir tushuntirsa, odamlar himoya qilsa o'zini nomzodini, u o'tadi, hech narsa qilisha olmaydi. Xalqdan qo'rqadi bular baribir. Mana ko'rasiz, bir joyda sal namoyish qilib chiqsa 20-30 ta odam yugurib borib masalasini hal qilib kelyapti. Chunki o'zlari biladiki, bugun xalqning ko'pchiligi norozi. Shuning uchun mana keyingi saylovlarda boshqasida hamma joyda odamlar o'zini nomzodini oldinga surish kerak. Boyagi partiyalardan, boshqa yoqdan kelgan nomzodlarni rad qilish kerak. Bularning turli tuman yo'llarini topayapti, lekin odamlar ham, faollar ham shunga qarab harakat qilishlari kerakda, shundagina o'z nomzodlarimizni o'tkazishimiz mumkin. Xo'p, marhamat, yana savollar bo'lsa. Rahmat Jahongir aka. Yana mumkin bo'lsa manda savol bor edi. Marhamat. Keyin mana bu hozir oxirgi 2007-yilda ko'p avj oldi. Misol uchun prezidentni Instagram yoki boshqa YouTube tarmoqlarida tanqid qilsangiz yo haqorat qilayotganda haqorat qilsangiz, yo'q joyda mana bu sudlanib qamoq jazosini berib yuboryapti-da. Bu shu narsalar juda mana bu mayda narsalar emasmi prezident uchun? Katta davlatning prezidenti oddiy bu xalqni bu oddiy gaplari uchun darrov qamab yuborsa, bu to'g'rimi? Yo misol uchun siz Amerikada yashaysiz, hozir Amerikada qanaqa, mana bu misol uchun Trampni ijtimoiy tarmog'ida haqoratlar yozilsa, bunga qanaqa chora ko'riladi? Endi juda ham dolzarb masalani ko'tardingiz. Haqiqatdan ham prezidentni o'zi juda qattiq so'kinadi. Masalan, bizlar so'kinishlarimiz uni oldida holva. U nihoyatda shunaqa qattiq onangni otangni qilib hammasini so'kadi. Buni butun kadrlar hammasi yaxshi biladi. O'shandan pastga tushib borgan. Lekin inson bu inson. Men so'kinmayman desa ham ba'zan jahli chiqib ketib qolganda so'kinib yuborishi mumkin. Keyin orqasidan jahli tushgandan kechirim so'rasa, olam guliston ketaverish kerak oldinga qarab. Mana esingizda bo'lsa, yaqinda meni haligi Yusuf Ro'zimurodovni so'kkanimni qo'yib yuborishdi har yoqlarda. Bir og'iz ruschalab ukrainlarni ruslarga aytgan gapini aytgan edim, lekin keyin o'sha uning so'zlaridan jahlim chiqib shunday deganman. Ammo lekin keyin o'ylab qarasam, shuni ham aytmasligim kerak ekan. Shuning uchun men kechirim so'rab yozib qo'ygan edim. Ammo lekin shunga qaramay yana olib chiqib meni so'kag'onga chiqarib yuborishdi. Mayli dedim. Ko'ryapsizmi, o'zimizda ham bor. Mana o'zimiz ham mana shunday bitta odam bir og'iz so'ksa, shuni bir balo qilib jazolab, sharmanda qilib shunaqa qilib tashlashimiz kerak degan narsa. Vaholanki prezident haqiqatdan uyalishi kerak bunaqa kichkina narsalardan ularni jazolab. Mana deylik, kechagina hali Amerikada prezident bir joyga bordi, pastdan turib uni so'kdi bittasi. U ham barmog'ini ko'rsatdi, o'rta barmog'ini o'tib ketdi. Shu bilan olam guliston. Endi albatta u ba'zan shunaqa bo'ladi. Deylik, hayotiga tahlika qilib so'ksa, men seni o'ldiraman desa, ana unda u bilan shug'ullanish kerak. U bilan o'sha prezidentni qo'riqlash apparati, boshqalar shug'ullanish kerak. Balki odam rostdan ham suiqasd qilmoqchidir, balki rostdan ham o'ldirmoqchidir deb u bilan shug'ullansa bo'ladi. Ammo lekin tanqid qilib yozsa, yengil-yelpi bunday so'kinishlar bilan yozsa, unga endi e'tibor qilmaslik kerak. Agar unaqa bo'lsa, mamlakatni yarmini qamashga to'g'ri keladi.
butun qishloqda yashaganlar, boshqalar hammasi bolalikdan o'rgangan. Sal jahli chiqdimi o'sha avtomatik ravishda ozgina so'kinish ham chiqib ketib qoladida. Bu insonning haligi fitrati bilan bog'liq. Lekin o'zini ham o'ylash kerak. Mirziyoyev o'zi qanaqa so'kadi odamlarni? Shunday ekan yonidagilarga aytish kerak, sal bunday chegarani nima qilinglar, qo'yinglar, tanqid qilsa tanqid qilsin. So'kish bilan tanqidni ajratib olinglar. So'kish onangni falon, otangni falon deb so'ksa, u so'kish bo'ladi. Lekin misol uchun mana bu ishni qilmading, iste'foga ket, nimaga o'tiribsan desa, bu so'kish emas bu. Bu uning huquqi. O'sha odam o'z huquqini nima qilyapti, amalga oshiryapti. Uni konstitutsiyaviy huquqi. U ovoz bergan, u ket deyishi mumkin. Nega ket deyishi uchun uni jazolash kerak. Shuning uchun bu o'zi keyingi paytlarda bular juda noto'g'ri yo'ldan ketyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda hattoki layk bosgan, hattoki deylik biror bir guruhga kirib eshitgan yoki mashhur bir tanqidchilarni eshitgan odamlarni ham jazolashga harakat qilyapti. Bu bilan nimani amalga oshiryapti? Bu bilan o'sha Mirziyoyevni yomonotlik qilyapti. Ichki ishlar vazirligi ham, davlat xavfsizlik xizmati ham Mirziyoyevni obro'yini yer bilan yakson qilyapti. Bugun xalqning ichida Mirziyoyevga nisbatan tanqid ko'payib borayotgan ekan. Bugun deylik odamlar ko'p narsadan norozi ekan. Mana shunda ichki ishlar vazirligi va davlat xavfsizlik xizmatining juda katta hissasi bor. Bular odamlarni davlatga qarshi qo'yyapti, prezidentga qarshi qo'yyapti. O'ylaysizki, mana shu marjonalarni qamadi. Nima, bular haqiqatga erishadimi shular? Hamma bildi nima uchun qamaganini. Hamma bilib o'tiribdi. Kimdan so'rasangiz hamma aytib beradi. Lekin bular mana shunday yomon yo'l tanlayapti. Eshitgan odam, bilgan odam, ha bu Mirziyoyevning ishi deydi. Chunki tizim shunday bitta odamga borib taqaladi. Hamma narsa shu bitta odamga. Bu yerda ham bular o'sha Mirziyoyevdan ruxsat olgan, Saidadan ruxsat olgan. Endi unga qanday qilib tushuntirgan? Ana e'lon qildi-ku filmini. Shu filmda borib qo'yib bergan bo'lsa kerak. Bular uyushgan jinoyatchilar. Bu noto'g'ri. Umuman bu internetda mana g'arbda faqat va faqat agar chiqib prezidentni o'ldiraman desa, uyini yoqib yuboraman desa yoki yo'lini to'saman boshqa desa, u bilan shug'ullanadi Secret Service. Lekin boshqa tanqidlar u endi bo'laverishi mumkin. Bu yerda ashaddiy tanqid qilishadi. Bizda hammasini so'kish deb hisoblashadi-da unaqa tanqidlarni. Lekin o'z xalqini sevsa, o'z xalqiga ishonsa, bunaqa ishlarni qilmaslik kerak. Xo'p, mana qani. Salom, Jahongir aka, yapmiz, ovozim eshityaptimi? Va alaykum assalom, eshitilyapti, marhamat. Yaxshi, kuzatib turaman. Mani savolim bo'yicha, nima sababdan prezident so'nggi paytlarda qurolli kuchlarga ko'proq e'tibor beryapti? Ya'ni O'zbekiston prezidenti. Bu Ukraina urushidan, ya'ni Ukraina Rossiya urushidan chiqayotgan sabablarimi, O'zbekistonga bo'layotgan sabablari bizga tahdid qilyapti, masalan, blogerlar Markaziy Osiyoga bosim qilyapti, bosib olamiz, boshqa gaplar aytyapti. Armiyani kuchaytirishga tashqi nima desam bo'ladi? Tashqi ta'sir Amerikadan yordam olsa bo'ladimi? Kelajagi nima bo'ladi? Armiyamizni kuchaytirib, mana masalan biz O'zbekiston yoki Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyaga agar bizga hujum qilsa, qarshi chiqa olamizmi? Endi Rossiya hujum qilmaydi. Bunga men mutlaq ishonmayman. Sababi Mirziyoyevni hokimiyatga olib kelgan o'zi Kreml. Katta yordam berib, Mirziyoyev kelgan kunlari butun Toshkentga kelib, hamma o'sha paytda Wagner guruhi bor edi, shular kelib qo'riqlab o'tirgan. Va Mirziyoyev ham bugungacha hali Putinni yo'ldan chiqqan emas. Ya'ni Mirziyoyevdan yaxshiroq kadr topishiga biroz vaqt bor Putin uchun. Qachon Mirziyoyev Putinning gaplarini qilmay qo'ysa, ana u paytda bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, to O'zbekistonga qadar Qozog'iston bor. Men o'ylayman, ular agar
biror bir shunaqangi yo'lni boshlasa Qozog'iston bilan boshlashi mumkin. Ammo Qozog'iston bilan boshlasa biz hammamiz qo'llashimiz kerak. Butun O'rta Osiyo respublikalari hammasi Qozog'iston tomonida turishi kerak. Mana shuning uchun bu borada tadbirlar olish kerak. Endi O'zbekiston nega armiyasini kuchaytiryapti degani bu ikkita masala. Birinchisi o'zini taxtdan qo'rqayotgani. Ertaga xalq ko'tarilib ketsa, boshqasi armiya bilan bostiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi Afg'oniston masalasi. Afg'onistondan bular qo'rqadi. Informatsiyalar olib turibdi. U yerda juda har turli bayonotlar yangrab turibdi. Ya'ni ularda azaliy dasturi bor. Baribir biz namozni borib Samarqandda va Buxoroda o'qiymiz degan gaplari bor. Keyingi paytlarda ham ancha muncha chet eldagi boyagi diniy muxolifchilar hammasi Afg'onistonda, Pokistonda, o'sha yoqlarda to'planayotgani haqida mana matbuotda, boshqa yoqda xabarlar bo'lyapti. Asosiy qo'rquv o'sha yoqdan. O'sha yoqdan bir narsa bo'lib qoladi degan masalada armiyaga harakat qilyapti. Endi albatta Amerika bilan ham nima qilishi mumkin? Endi mana 105 milliard dollar Amerikaga yotirim qilaman deb, investitsiya qilaman deb o'tiribdi. Lekin agar Afg'oniston masalasida deb yordam so'rasa, Amerika yordam beradi. Katta yordam beradi. O'sha chegaralarga zotan hozir bepul yordam beryapti. Bepul tungi kuzatuv apparatlari berdi, tungi kuzatuv mashinalari berdi. Chegarani qo'riqlashda odam qayerdan odam o'tadi, boshqa ko'rsatadigan texnologiya berdi. Ko'p narsalar beryapti O'zbekistonga. Va endi sekin-sekin o'zi aslida O'zbekiston to'la mustaqil bo'laman desa, o'sha Karimov davridan boshlab aytamiz biz buni, hozir ham aytamiz. Asta-sekin mana Rossiya qurollaridan qutulish kerak edi. Sekin-sekin bugungacha buni amalga oshirsa bo'lardi. Ya'ni Yevropa qurollariga o'tish kerak edi. Rossiyaga bog'liq bo'lib qolmaslik uchun. Hozir masalan bir narsa bo'lsa, hamma narsa o'sha qurollarni o'q dorisi, boshqa narsalari hammasi Rossiyadan olinadi. Lekin sekin voz kechsa undan bu zamonaviy boyagi hozirgi innovatsion qurollarga o'tib ketish mumkin. Mana G'arb shunga o'tyapti. Deylik, robot askarlar hozir. Ya'ni odam o'lmasin deb robot askarlar tayyorlashga o'tildi. Yaqin 3 yil, 4 yilda ichida umuman robot askarlar urushadi, odamlar emas. Mana shu tomonga qarab ketish kerak. Bu innovatsiyani rivojlantirish kerak. To'g'ri, endi bu gapni yozib bergan ekan, nima ham o'qib berdi Mirziyoyev ham. Hozir endi biz o'sha ko'proq innovatsion yo'lga ketishimiz kerak degan gapni aytib berdi. Endi bilmadim, har holda o'zi tushuntirishgan bo'lsa kerak unga innovatsiya nimaligini. Shuning uchun ham endi baribir har bir mamlakatni nimasi mudofaasi kuchli bo'lishi kerak har qanday sharoitda. Endi bugun to'g'ri, masalan deylik, Afg'onistondan keladigan bo'lsa, ular sizni innovatsiyangizga qarab o'tirmaydi. Ular u eski usullar bilan nima qiladi, jang qiladi. Shuning uchun unga ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Ammo lekin men Rossiya bosib keladi deganiga ishonmayman. Bu yerda faqat bitta narsa bor. Rossiya og'zaki bosib oladi O'zbekistonni. Men mana shundan qo'rqaman. Ya'ni Ukraina masalasi hal bo'lgandan keyin aytadiki, bo'ldi, mana shu MDHni yoki Avrosiyoni bitta nima qilamizda bir mamlakat bo'lamiz. Ya'ni Chor Rossiyasi paytidagidek. Sen Buxoro amirligidek turaverasan joyingda, sen Qo'qon xonligidek turaverasan, sen ondek turaverasan, o'zing mustaqilsan, o'zing amirsan, o'zing shohsan, lekin bizni qo'limizdasan deydi. Mana shunday deb aytadi. Va biznikilar bo'ldi deydi. Mana men uchun eng katta tahlika mana shu. Men qo'rqqan joyim mana shu. Shuning uchun ham boyagi hech bo'lmaganda bu mudofaada biz mustaqil bo'lganda edi. Harakat qilishimiz kerak, lekin baribir harakat qilish kerak. O'sha bu Rossiya urush qilib kelmaydi. Ammo Xitoy bu yoqdan kelyapti. Xitoycha kirib oldi allaqachon. Rossiyani kelajakda Xitoy surib chiqaradi agar hozirgi ketish bo'lsa. Shuni bilgan holatda Rossiya
chegaralarni bunday bitta qilib olmoqchida. Mana shu biz uchun ikki tomon ham hozir tahlika. Qolaversa rahbariyatni o'zi ham tahlika bo'lib turibdi-da hozir. Ular ham hech o'ylamayapti, ularga taxt bo'lsa bo'ldi-da. Nima Amir Olimxonlar bilasizki, borib Rossiyadan ordenni olib kelib, taqib hamma yoqda yuravergan. Bolalarni o'sha yoqda kadetlikka o'qitib, shu hammasi Rossiya bilan bog'liq bo'lgan. Mazza qilib yashagan. Bu yoqda 400 ta xotinni suvga cho'miltirib qo'yib, ichidan tanlab mana shunaqa qilib yurgan. Bularga hozir shunaqangi sharoit hali u qadar emas-da. Darrov bir yoqdan chiqib qoladi, boshqa bo'ladi. Muxolifat gapirib qo'yishi mumkin bularni holatlarini hammasini. Boyagidek Amir Olimxondek yashagilari keladi bularda ham. Shuning uchun ham Kremlga sajda qilib yurishdi. Mana shu men tushunchalarim. Rahmat. Yana keyingi savolim. O'zbekiston uchun qaysi taraf yaxshi? Hozir masalan betarafda tashqi siyosatda Rossiya tomoni yoki Xitoy tomoni yoki o'sha G'arb tomoni qaysi taraf? Siyosat qaysini tanlaydi deb o'ylaysiz? Ular qaysini tanlaydi deb o'ylaysiz desangiz, O'zbekiston ikkalasini ham tanlagan. Ammo lekin meni fikrim hamma bilan bir xil qilish kerak munosabatni. Mana kechagi bir nimamda suhbatimda aytdim. Masalan, hozir oltinning narxi oshib ketyapti. Oltinning narxi oshgani hisobiga O'zbekistonda hozir 20 milliard qo'shimcha daromad bor. Lekin bu pul yo'q hisobida turibdi. Ertaga bu oltin narxi tushib ketsa, u pul yo'qoladi. Shuning uchun men aytamanki, shu pul bilan tez qarzlarni uzinglar. Havodan kelgan pul bu. Xitoy bilan ham Rossiya bilan ham qarzlarni tozalash kerak. Keyin davomiga bir xil munosabat qilish kerak. Hamma teng munosabat, hamma bilan teng munosabat qilaylik. Bittasini ketidan kirib ketish kerak emas. Hammasi bilan ma'lum masofani saqlab bir xil munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni bittasini orqasidan ketdingizmi, juda qiyin bo'ladi. Hozir masalan G'arb bilan ham yaqin bo'lishi juda qiyin. Ularni tashlab G'arb bilan yaqin bo'laman desa, ular ham yeb qo'yadi uni. G'arb bilan ham bir xil bo'lish kerak, hammasi bilan bir xil bo'lish kerak. Mana shu Xitoyni, eng asosiysi Xitoyni qarzini tez uzish kerak va Rossiyadan olingan qarzlarni uzish kerak. Bunga imkon bor. Shu kecha kunduzda imkon bor. Kelgusida u ham yo'q bo'lishi mumkin. Chunki oltin narxi ham o'ynaydigan. O'tgan yil masalan 21-avgustda bir kunning ichida 6% ga tushib ketdi. Kelgusida bir kunning ichida 20%, 30% ga ham tushib ketishi mumkin. O'shanda bu pul yana yo'qolib qoladi. Shu paytda qutulib, hamma bilan bir xil munosabatga o'tsa, mana unda yaxshi bo'ladi. Meni fikrim mana shunday. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizni taxminan 6-7 yildan beri uzluksiz kuzatib boraman. Rahmat. Suhbatda bilaman. Bir narsani shu aytmoqchi edimda, biz O'zbekiston davlatida shunaqa vaziyat bo'lganki, men o'zim qog'oz farmada ishlaydigan odamman, sudda qatnashdim. Shunaqa bitta gazni bitta o'ylab o'tkazgan gaz ozgina turmasini xato qilganda, o'shanga 8 million 9 million jarima qilibdi sud. U keyin odamni, ayolni ko'rsangiz, kalishlarini yirtib, shunaqa abgor holatda. Ana shuni ham sud olib 9 million jarima bosib o'tibdi. Qalay bunaqa adolat bo'ladi, qanaqa nima bo'ladi? Bular qachongacha bu nimalar xalq chidaydi? Men bunga hech bir oxirini ko'rmayapman-da. Shu birlashgan o'zbek muxolifatini ham ko'rib kuzatib boraman. Nimadir qandaydir o'zgarish qilish kerak-da. Bu tepadagi rahbarlar bilmaydimi? Bilsa ham shuni bilib turib nima qiladimi? Bunchalik ham emas-da. Faqat bizdagi o'sha ba'zi bir yugurdagilar tepadagi bujikni qo'yishib bo'lsa, darrov nima qilib olib, hukumat tarafga o'tib olib, bo'lsa bo'lmasa hech taraf bosib ana shunaqa holatda bo'ladi-da. Shunga fikrlaringizni aytsangiz. Endi bilasizmi, o'zi aslida davlat tuzilishi, davlat tizimi odamlarga yordam berishga qaratilgan bo'lishi kerak. Mana masalan men yashayotgan joyda deylik hamma narsa mustaqil tashkilotlar, davlatniki emas. Masalan, elektr ham, sog'liqni saqlash hammasi mustaqil. Biz masalan Umr yo'ldoshim bilan
ikkalamiz ham pensiya olardik, hamma narsaga yetar edi. U vafot qilgandan keyin bir o'zimni pensiyam hamma narsaga yetmay qoldi. Men nimaga bordim? Elektr idorasiga bordim. Men aytdim, mana shunday, mana bu oladigan pensiyam, mana bu ahvol, mana shunday dedim. Ko'rib chiqishdida 50% ga kesib berishdi. Boyagi elektrni pulini. Qarang, o'zlari darrov 5 minut ichida shunday qilishdi. Keyin doktorda ham sug'urtam bor, lekin har borganda u yerda co-payment deydi, ya'ni qo'shimcha bir pul berishingiz kerak. Har borishda misol uchun $50-60, ba'zan $200gacha boradi. Ularga ham shu qog'ozlarni olib borib berdim, mana shunday desam, umuman meni bepul qilib qo'yishdi. Ko'ryapsizmi, bular boyagi nima deyman, davlat shularni rag'batlantiradi. Masalan, davlat aytadiki, sen mana shunday kambag'allarga yordam bersang, men seni solig'ingdan kechaman yoki senga imtiyoz qilib beraman deydi. Shuning uchun u tashkilotlarda sizga yordam berish nimasi bor, ishtiyoqi bor. Sizga misol uchun $100 yordam bersa, yoqdan birisi $5 foyda qiladi. Mana sistema bu, ko'ryapsizmi? Mana shunday bo'lish kerak. Bizda ham xuddi mana shunday qilish kerak. Masalan, davlat aytish kerakki, ha, sen qani nechta kambag'alga yordam berding? Ey elektr idorasi, hey falonchi. Seni zapas o'zingda qoladigan pullaring bor, boshqasi bor. Shu bir kesa kalishi yirtiqqa, ko'ylagi yirtiqqa, boshqasiga shularga yordam qildingmi, yo'qmi? Mana shunaqangi yo'lga qo'yish kerak-da. Bular hozir endi mana men bitta xat oldim, aytayaptiki, pulini to'lab qo'ygan edim deydi. Lekin yana jarima keldi. Keyin yana bordim deydi. Borsam, nima qilay aka, buni kompyuter chiqargan debdi. Xo'p, kompyuter chiqarsa ham men to'laganman desa, endi byudjetni to'ldirish uchun shunday qilinyapti-da deb aytib beribdi. Endi bu nima degan gap? Bu xalqni talon taroj qilish bu. Bu juda yomon. Endi bir bechoralar kiribsa, sudya ham odam. Agar sudya o'sha bir bechorani tomonni olsa, uni olqishlaydi hamma, hech kim uni jazolamaydi-ku. Juda ko'p dunyoda sud labay. Jamolbek aka, oddiy xalq davlatdan yordam kutmay qo'yganiga ancha bo'ladi. Davlatdan yordam kerak emas oddiy xalqqa. Faqat oddiy xalqqa yemagan samsasi uchun pul to'lattirmasa bo'lgani bular. Ayni bular endi menga afsus, boya byudjetni yeb qo'yapti-da o'zlari. Byudjetni yeganda ham to'ldirish kerak. Uni Mirziyoyev aytadiki, nimaga to'ldirmayapsan? To'ldir deydi. Soliq idorasiga aytadi, top shu pulni deydi, to'ldir deydi. Ular qayerdan topadi? Keyin sizni nima qiladi? Oddiy odamdan urushadi. Oddiy odamning pulini o'zlari yana ikkiga bo'lib olishadi. Sistema, tizim bu yerda buzilganda, ana shuning uchun ham bu yerda O'zbekistonda muxolifat kerak deyamiz. Parlamentda muxolifat kerak. Muxolifat bo'lmasa bu narsalar tuzalmaydi. Hech qachon tuzalmaydi. Muxolifat u yerda aytib turish kerak. Hey, mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish noto'g'ri. Buni bunday qilyapsizlar, buni unday qilyapsizlar. Falon joyda o'parib ketyapsizlar. Mana u odam mana korrupsioner. Nega bu oligarxlar keldi? Nega O'zbekistonda shuncha ish joyi yetmagan holatda $600 million olib borib Amerikada fabrika ochasan? Nega bunday, nega unday, nega bunday degan gapni muxolifat aytib turish kerak. Shuning uchun ham biz aytamizki, birinchi vazifa bugun O'zbekistonda muxolifatga yo'l ochish. Buning uchun ko'pchilik o'sha Birlashgan O'zbek muxolifatini qo'llash kerak. Agar shu qo'llasa, shu yo'l ochilsa, albattaki mana shu narsalar hammasi nazorat qilinadi. Xo'p, men Xo'p, qani radikal, masalan, men radikal terroristman. Aslida Kamol ham radikal emas-ku. Ya, o dindor radikal bo'lmaydi. U men ham aytaman u gapni. Payg'ambarni haqorat qilgan odam jazo olishi kerak. Dunyoni hamma joyda u bo'lmaydi-ku. Bir
payg'ambarlarning qonunlarida hamma yoqda himoya qilingan. Shuning uchun payg'ambarni so'kish O'sha payg'ambar kechirasiz, o'sha payg'ambar kofirlar, najosxo'rlar, ularni topgan joyingizda o'ldiring degan bo'lsa ham. yo endi baribir qarang, shu siz misol uchun bir narsaga ishonasiz, to'g'rimi? O'sha ishonganingizni men borib so'ksam, sizda asabingiz buziladi, sog'lig'ingiz nima bo'ladi, boshqa bo'ladi-da. Lekin ko'p odamlar ishonadi shunga. Siz ishonmasligingiz mumkin, yana kimdir ishonmaydi, 2%, 3% ishonmaydi. Lekin bu radikalizm bu degani emas. Radikalizm deganiki, falonchini o'ldirib joyini olamiz yoki uni otamiz yoki buni o'ldiramiz degan gap. Ammo lekin payg'ambarni so'kkanini nima qilsa, bu fikr bu. Bu radikalizm emas-da. Fikr, mana fikrsiz ya fikr uchun qamash to'g'ri emas, albatta fikr uchun qamamaydi. Siz aytganingizda sizni qamadim. Mana O'zbekistonda kimni qamadi hozir nimasi uchun yoki o'sha payg'ambarga tanqid qildi deb birontani qamadimi O'zbekistonda? Ayyo, endi u bitta postdan keyin xulosa chiqarish kerak emas. Men u bilan ham ko'p gaplashib ko'rdim, fikrlarni, boshqasini. U juda ham shu zamonaviy nimani juda yaxshi biladi. Zamonaviy ilmni, siyosatni, hammasini yaxshi biladi. Chunki bugun O'zbekiston jamiyatida dindorlar ham ko'p. Ularga ham baribir bitta fikr bildirib ketaman shu masalada Jahongir aka. Misol ijtimoiy tarmoqlarda nima kuzatilyapti, o'zi aksariyat diniy radikalizmni misol bir insondan bir fikr chiqsa, u o'zini shaxsiy fikri deb, bunda sizni gapingizni qo'llab-quvvatlayman, to'g'ri aytyapsiz. Lekin o'sha o'zini fikrini muntazam ravishda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatsa, bu radikalizmda. Ya'ni ba'zi bir ateistlar tarafidan kimnidir diniga qonunimiz bo'yicha, konstitutsiya bo'yicha u yozib qo'yilganda, birovni diniga e'tiqodidan qat'iy nazar teng huquqlidir. Ya'ni birovni e'tiqodiga haqiqatan teng bo'lmaydi qonun doirasida. Yo'q, sizlar fikringizga aytib ketyapman. Tushunchalar to'g'ri bo'lganda Jahongir aka. Menga xatarga qilyapsiz, bilinib turibdi. Kerak hozir bu. Chunki siz Jahongir akaga mavzuni, misol o'sha mavzudan gapirayotgan bo'lsangiz, birinchidan mavzudan siz chiqdingiz, ikkinchidan gapirayotgan gapni to'liq yetkazib bera olmaysiz. Chunki siz gapirayotgan narsa bir tarafdan kelib gapiryapti. Muxolifat, o'sha sizni komil inson bo'l degan odamlar. Mana ko'rib kuzatibman. Ular man qanaqa odam? Bittalari haligi Nurullohxon aka, ular ham radikal dindor odamlar. Men bunaqa muxolifatni aslo qo'llamayman. O'zbekistonda bunaqa insonlar ya, bu yerda fikringiz noto'g'ri. Masalan, o'sha Nurullo Raufxon hech qanaqangi radikal odam emas. U o'rtacha bir musulmon odam. Shuning uchun uni radikal deyish kerak emas. U qachonki aytsaki, mana O'zbekiston hukumatini ag'darib, joyiga shariat davlatini quramiz desa, u radikal bo'ladi. Men u narsalarni o'qiyman doim, u hech qanaqa radikal emas. O'rtacha bir musulmon, e'tiqodli, iymonli odam. Shuning uchun siz hozir radikal ketyapsiz-da. Ya'ni albatta radikallar yo'q deyotganimiz yo'q. Radikallar bor. Biz u radikallar bilan Birlashgan O'zbekiston muxolifati radikallar bilan ish qilmaydi. Biz o'sha O'zbekistondagi konstitutsiya bo'yicha
o'sha konstitutsiyani ishlatish bo'yicha harakat qilyapmiz deyapmiz. Biz hech qachon bugungacha radikallar bilan ishlaganimiz yo'q. Radikallar o'z yo'liga. Ular bilan hukumat o'zi ishlaydi. Biz o'sha demokratik yo'ldagi odamlarmiz. Men aslida ham hech radikal odam demayman. Biz mana har kun ana qarang, mana sizga savol, nima manfaati bor uni? Ayting qani? Qanday qilib ag'daradi? Yo'q, bu biz aytayman, mana men ham shu tashkilotda bir vakiliman. O'sha nima Asliddin bilan birgaman. Lekin biz mana men sizga boshida ham aytdim. Bizni muxolifatda nimasida namoyishlar yo'q dedim. Aytdimmi shu gapni, eshitdingiz? Ya men auditoriya uchun hech qachon kurashmaganman. Hech qachon. Biror marta eshitganmisiz? Masalan, like qo'yinglar degan gapimni eshitganmisiz? Agar auditoriya uchun kurashsam hozir 2 million odam bo'lib ketardi u yerda. Lekin men uning uchun kurashmayman. Bir soatdan oshib ketdi, lekin men o'zi 1 soat javob beraman dedim. Marhamat. Xo'p. Marhamat. To'g'ri. To'g'ri. Hatto Mirzayevni o'zi ham aytdiki, faqat dedi nima bilan, nota bilan cheklanib qolyapti Tashqi ishlar vazirligi dedi. Lekin nota ham bermayapti-da. Mana shu kechagi nimalarga nota bergan emas Tashqi ishlar vazirligi. Vaholanki kerak bo'lsa o'sha nimada Moskvadagi elchi Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga borish kerak. Borib O'zbekiston notasini topshirib u odamni olib kelib gaplashaylik deyish kerak. Yo keskin nimalar berish kerak, uni majbur qilish kerak, chiqib kechirim so'rashga. U nima Zaxarova chiqib aytayaptiki, ha bu uni shaxsiy fikri deyapti. Unda biz ham ertaga deylik Rossiyani bosib olamiz desak, qani nima deydi ular? Shaxsiy fikri deganga ishonadimi? Endi bu masalan O'zbekiston televideniyasidan chiqib bir mashhur bir odam deylik jurnalistika universitetining rektori chiqsa-da, kelinglar biz Rossiyani qo'shib olamiz o'zimizga, bu asli bobolarimizni yeri bo'lgan desin, qani ular qanday munosabat bildiradi? Bu Tashqi ishlar vazirligi sal nima bo'lish kerak-da. Umuman bilmadim. Hech kimga tanish bo'lmagan, bir so'zini ayta olmaydigan odamni olib kelib Tashqi ishlar vaziri qilib qo'ygan. U mutlaq bu masalalarga e'tibor bermaydi. Keskin bo'lish kerak. Nega? Shu Qirg'izistonni Rossiyani 6-chi nimasi deyishar, guberniyasi deydi. Lekin shu Qirg'iziston keskin nota berdi. Qozog'iston keskin nota berdi. O'zbekiston yo'q. Endi bunaqa bo'lmaydi. Bu so'zni aytish kerak. Nimadan qo'rqadi? Demakki, O'zbekistonda hamma narsa mumkin. Davlatni bosh g'alabalachi iqtisodchi qo'ygandan keyin boshqa nima qilish mumkin bo'ladi? Shuning uchun ham bu tizimni o'zgartirish kerak. Mana ag'darib tashlaydi deyapti-ku, uni qonuniy yo'llar bilan tizimda o'zgartirish kerak. Masalan, men davlatni kuch bilan ag'darib tashlashga qarshiman. Chunki bu u paytda ali ketadi, vali keladi joyiga. 4 ta pullik odam hokimiyatni egallab oladi. Shuning uchun ham bu yerda biz asta-asta
shu muxolifatni shakllantirib, muxolifat kirish kerak, demokratik muxolifat kirish kerak parlamentga. Labay? Alo, eshitib. Marhamat. Aka, men O'zbekistonda yashayman-da, bu O'zbekistonda aka odamlar hozir mana bu ovozni 1 litr mo'yga sotib yuboryapti-da. Bunaqangi holatda o'zi oldin odamlarga o'zini mana shu ovoz berish degan narsa seryozni narsaligini tushuntirish kerak emasmi? Ertaga u shu turlar masalan aqallarga tortib ketishidan apasata qilmaysizmi? Albatta tushuntirasizda uni. Masalan, erkin saylovlar bo'lsa, uni arafasida qancha tortishuvlar, bahslar. Masalan, bizda prezidentlik saylovi bo'lsa 2 yil oldin boshlanadi. Mana shu 2 yil oldin odamlarga tushuntirishlar, har kun shu masala bilan gaplashiladi. Masalan, deylik, bu yil noyabrda saylov bor. Hozir televizorda hamma yoqda shu masalalar gaplashilyapti-da. Shuni gaplashib tushuntirasizda. Hozir gaplashadigan holat ham yo'q. O'sha muxolifat bo'lsa-ki ichkarida u buni qiladi. Masalan, deylik, 90-91 yillarda biz bor yo'g'i 500 ta odamning ichida 20 ta odam demokrat edik, 20 ta. Mana shu 20 ta odam majbur qilganmiz parlamentni to'ppa-to'g'ri ko'rsatasan xalqqa deb, jonli ko'rsatasan deganmiz. Hammasini jonli yo'yin tashkil qilganmiz shunda. Demakki, hozir ham bir 20 ta odam hech bo'lmasa 30 ta 20 ta odam kirsa parlamentga, bilasizmi, qancha xalqni uyg'otib yuborishi mumkin-da. Bu endi birdaniga erishib bo'lmaydi. Asta-sekin odamlar muxolifatni qo'llasa, shundagina bo'ladi. Endi lekin bitta odam ana falon joyda bunday deb yozgan ekan, uni shuning uchun yo'qotamiz desak, u bo'lmaydi. Bugun biz hammamiz bir bo'lib muxolifatda birlashib, ichimizdan yana yaxshilar chiqar. Bugun Asliddinni yomon deyapti ular. Asliddin u yerda 10 yilga o'tiradigan emas, 1 yilga saylandi. Siz ham keling, nomzodingizni qo'ying. Kelasi nimada boshqasi ham kelsin, qo'ysin. Shunda mana hozir ham biz misolcha Asliddinni 3 ta nomzodning ichidan tanladik. Bittasi mana o'rinbosar bo'ldi unga. Kelgusida ham masalan 1 yildan keyin yana shunday bo'ladi. Boshqa boyagi singlimiz ham kelsin, kirsin, masalan, harakat qilsin, kurashsin, shu joyda oladi. Mana shunday harakat qilishimiz kerak-da. Marhamat, kimda yana savol bor? Bo'ldimi? Tugatamizmi? 1 soat 12 minut bo'ldi. Xayrli kech. Shuni oxirga bo'lsin, maylimi? Xo'p, rahmat. Men ham bilmayman, boshqacha odam deganda 200lamachi demoqchi bo'ldilarmi meni auditoriya. Muxolifatdagi odamlarga qaraganda sizni qarashingiz boshqacha, unaqa dindor inson emassiz deyapman. 200lamachi demadim. Yaxshi, rahmat. Bo'ldi, aniqlik kiritdik. Bunga ham agar bo'lmasa 1 soat 13 minut bo'libdi. Men sizlarga katta rahmat aytaman. Avvalo xursand bo'ldim. Mana shu yerda savollar so'raldi. Bu sizlarni o'sha saviyalaringizni ko'rsatdi. Saviyalaringiz juda ham baland. Mana birorta odam shaxsiy masalalarga kirgan emas, boshqa yomon nimalarga kirgan emas, biror haqorat, yomon so'zlar bo'lgan emas. Hammalaringiz shu vatanning taqdiri bilan, kelajagi bilan qiziqib savol beryapsizlar. Birorta odam aytmadiki, meni ahvolim qiyin, menga yordam bering yoki boshqa shaxsiy masala qo'yilmadi-da. Hamma o'zini nimasi. Mana shu jihatdan men sizlardan juda ham xursand bo'ldim. Ishlaringizga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelinglar birlashaylik. Rahmat.
siyosiy masalalarda Alloh taolo hammamizga kuch-quvvat bersin. Rahmat. Siyosiy mana xalq uchun harakat qiladigan darajada kuch-quvvatga to'laylik. Sizdan minnatdormiz. Hurmat qilib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bizdan tashakkur sizga. Sog' bo'linglar. Xo'p, xayr. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Haftada bir marta kirib turing, bir haftada bir marta bizga kirib turing. Harakat qilaman. Xo'p, mayli. Yana kiraman, mayli. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mayli, rahmat. Xo'p. Mana do'stlar, demak, bir gruppada qatnashib savollariga javob berdik. Kelgusida ham balki mana shunday nimalarni yo'lga qo'yamiz. Hadeb o'zim gapiravergandan ko'ra mana shunday savol javoblar yaxshi. O'zi zotan jonli o'yinlarda ham shunday qilamanki, qisqa gapirib, keyin savol javob qilamiz. Shu yaxshi nima bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.